Botoks bu yuzdagi ma'lum bir nuqtalarga yoki hamma kosmetolog aytadigandek qoshdan 2 barmoq tepada emas, aynan yuz teri ostida yopishgan mimika mushaklariga qilinadi. Yuzda skelet ustiga yopishgan mushaklar, shuningdek himoya qiluvchi mushaklar va teri ostiga yopishgan mimika mushaklari bo'linadi. Aynan botoks mimik harakatlarimizni bloklab qo'yish uchun qilinganligi uchun biza teri ostiga yopishgan mimika mushaklariga botulotoksin protsedurasini qilamiz. Biza botulotoksin qilishdan oldin teri ostiga yopishgan mimika mushaklarini to'liq va aniq bilishimiz kerak bo'ladi. Demak, bizada yoshlikni beruvchi va qoshlarni medial ichkari burchagini ko'tarish uchun birinchi protserius mushagini belgilab olamiz. Botulotoksin muolajasini har doim protserius mushagidan boshlaymiz. Qani, jahl qilamiz. Protserius mushagi bu kichkina romga o'xshagan mushak bo'ladi. Jahl qilganda alohida ajralib chiqib turadi. Protseriusni uchki burchaklariga ham alohida belgi qo'yamiz. Protseriusga birikkan korrugator mushagi bizaga juda ham muhim. Siz qachon korrugator, protserius va peshonadagi frontalis mushagini bilmas ekansiz, joylashuvini sizda har doim pitoz holatlari bo'laveradi. Korrugator mushagini topish uchun yaxshilab jahl qilamiz. Qoshni pastki medial burchagidan tortganimizda yaxshilab qarang. Kamerada ko'rinyapti. Mana korrugator mushagi tortilyapti. Endi korrugator mushagini chizamiz. Bu har doim protseriusni pastki qismiga yopishgan va toj shaklida bo'ladi. Yana jahl qilamiz. Ikkinchi tomondagi protserius mushagini aniqlab olamiz. Bu protserius va korrugator mushaklari bizga nima vazifani bajaradi? Siz botulotoksin muolajasi qilayotgan vaqtingizda qosh har doim lateral, ya'ni tashqi burchakdan ikki yon tomoni uchib ketishi sizni xavotirga soladi. Nima uchun aynan ichkari medial qismini ko'tarishga hech kim emas, ko'pchilik ahamiyat bermaydi. Hamma uchun peshonaga toksini qilib qo'yadi. Aslida botoksda idealniy yuz chiroyli chiqishi uchun biz bilishimiz kerak bo'lgan mushaklarimiz va bir-biridan botulotoksin qilib ajratishimiz kerak bo'lgan mushaklarimiz bor. Bular aynan korrugator va protserius. Hozir sizlarga ko'rsataman. Demak, burunni ham yuqoriga ko'tarib beradi, korrugator esa yoshlik beradi. Ko'rdingiz, qanaqa ko'tariladi? Undan keyingisi bevosita frontalis mushagi bo'ladi. Frontalis mushagi bu peshonada yopishgan to'g'ri tarkibdagi mushak bo'ladi. Buni aniqlab olishimiz uchun qoshlarimizni yuqoriga ko'taramiz. Yuqoriga yana yuqoriga ko'taramiz. Xo'p. Mana bu joylashgan chegarasi. Yana ko'taramiz. Yana ko'taramiz. Bu ikkinchi yondan joylashgan chegarasi. Peshonachingiz kichkina bo'lsa ham korrugator bilan protserius aktiv ekan. Lekin unga ko'p identifikatsiya qilish shart emas. Bizga endi kerak bo'ladigan mushagimiz lisi glas qilishni hammalariz xohlaysizlar. Lisi glas qilish uchun peshona yoki ko'z atrofini mushagimiz aynan bizga temporalis muskuli kerak bo'ladi. Temporalis muskuli yon tomonga qaraymiz. Boshni sochli qismida bo'ladi har doim. Va aynan yuz liftingi uchun net yoki filler, separatsiya, vektorniy lifting, polimolochka, radis qilishda ham
Botoksdan tashqari biza temporalis mushagi bilan ko'proq ishlashimiz kerak bo'ladi. Endi bizaga ham lisi glas, ham ko'zlarimizni aylana qiladigan mushaklarimiz, ya'ni qovoqlarimizni va qoshlarimizni ko'tarish uchun eng kerak bo'ladigan mushagimiz peshana mushagi, frontalis emas, corrugator procerus emas, bizaga albicularis oculus kerak bo'ladi, ya'ni ko'z aylana mushagi. Hozir mana shu videoni ko'rib tursalaringiz, sizlarda aynan botulotoksin muolajasidan keyin ko'zlarning taglari chuqurlashib, qorayib qolishini sababini ham aytib o'taman. Ko'z aylana mushagini tashqi burchagida ko'rdingizlar, pastga osilgan muskuli bo'ladi. Biza bu muskulga botoks qilayotganda pastga tomon yaxshilab kulib beramiz, yana qulamiz. Kulganda singan anjirlar bo'lganligi uchun kosmetolog pastga tomon ko'zni ichki burchagiga tomon taksin qiladi. Chunki bu narsa noto'g'ri va bu protseduradan keyin bu mushak to'g'ri vaqtincha bloklangan evaziga mana bunaqa chiroyli taranglik effekti beradi. Lekin ko'zni pastki tomonlarida qorayish, chuqurlashish bo'lib qoladi. Shunda patsientning jalbasi peshana, ko'z atrofim yaxshi, lekin botoks qilingandan keyin ko'zimni tagida chuqurlar, qora ranglar hosil bo'ldi deydi. Chunki bu yerda zigmomatik mushagi o'tgan bo'ladi va kosmetolog aynan mana shu zigmomatik mushagiga toksinni qilib qo'ygan bo'ladi. Yaxshilab labimizni cho'zamiz oldinga. Bu yuzni ko'taruvchi mushaklardan biri hisoblanadi va ko'rib turganingizdek, ko'zni albicularis oculusni aynan pastki qismiga birikib, temporalisga yopishgan bo'ladi. Ikkinchi mushagimiz Xo'p, bu zigmomatik minor va zigmomatik mayor. Katta zigmomatik mushagi va kichkina zigmomatik mushagi bo'ladi. Biz botulotoksin qilganimizda har ikkalasiga ham toksin qilamiz. Bo'ldi, ko'zchamizga chizamiz. Labni ikkita chekkasi osilganda marionetka deymiz. Marionetkasi osilganda nima qilamiz kosmetologlar? Nit qo'yamiz, to'g'rimi? Filler qilamiz. Aslida buni ham toksin bilan korreksiya qilsa bo'ladi. Ya'ni bu mushak rizorius. Rizoriusni hozir yaxshilab tortib turamiz. Tortamiz, ya'ni oldinga deganimizda mana. Endi nazalis mushagi. Ko'pchilik burun korreksiyasida xato qiladi. Kartoshka burunlarni ko'tarish yoki katta burunlarni kichkina qilishga botoksda harakat qilishadi, lekin patsientning nafas olishiga bu qiyinchiliklar tug'diradi. Sababi ular kerakli bo'lgan muskulga emas, aynan boshqa mushakka toksinni yuborishgan bo'ladi. Demak, nazalis mushaklari. Fi deb tursangiz, aniqroq ko'rinadi kameraga mana.
Mushak bo'lmagan joyini oq bilan belgilab qo'ydim. Ko'pchilik kosmetologlar o'zi mana shu mushak yo'q joyini oq bilan belgilab qo'ydim degandan xatosini tushunib olgan bo'lsa kerak. Burunni kichraytiradigan muskulimiz. Yondan qaraymiz, yaxshilab nafas olamiz. Bu burun qanotlarini kichraytiradigan muskul hisoblanadi. Endi pastga tushib qolgan burunimizni ko'tarish uchun молодец. Endi eng kerakli muskul lab aylanma muskuliga chizamiz. Bu muskul bizada lab увеличение qilganimizda, labga filler qilganimizda yoki botulotoksin bilan labni yuqoriga ko'tarishda, kissetniy mashinkalarimiz oldini olishda judayam kerakli muskul hisoblanadi. Endi labni pastga tortishib qoladigan muskuli ko'pchilik qo'rqadi. Bu dao mushagi hisoblanadi. Mana dao. Daoning qanotchalari bo'ladi. Hech qachon shuni esdan chiqarmaslik kerak. Chunki biz podborodkani korreksiya qilishda ishlatadigan toksinimiz diffuziya berib, daoni qanotchalariga chiqib qolishi mumkin. Bu mushakka hech qachon botoks qilinmaydi. Bu kosmetologlar uchun ham, plastik xirurglar uchun ham eng xavfli mushak hisoblanadi. Chunki bu labni pastga tortib bo'shashtiradigan mushak hisoblanadi. Endigi mushagimiz bizani podborodkamizni korreksiya qilib beradigan mushagimiz hisoblanadi. Молодец. Oq bilan belgilab qo'ygan joyimda mushak bo'lmaydi. Aynan bu mushagimiz mentalis mushagi hisoblanadi. Endi sizlarga eng aktiv full face'da ishlatiladigan mushakni men yaxshi ko'radigan mushagim bu masseter mushagini chizib ko'rsataman. Bu masseter mushagini aynan botoksda qilishingiz shart emas. Buni istalgan preparatingizda aynan mana shu mushakni bilsangiz, siz nitlarsiz, toksin, fillerlarsiz lifting qilishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu masseter mushagi hisoblanadi. Bu masseter mushagi zigmomatik mushaklari va rezorus mushagini ichki tomonidan o'tgan bo'ladi. Va yuqoridan temporalisga birikkan mushak hisoblanadi. Bizda yana bitta yaxshi zo'r fishkasi bor. Aynan nasogubniy skladkamizni bir единица botoks bilan ham ko'tarishimiz mumkin. Albatta fillerlarsiz. Yana bitta deb berasiz. Молодец. Aynan shu mushakka botulotoksin qilish bilan birgalikda biza ko'z chuqurligini ham fillerlarsiz to'ldirishimiz mumkin. Ko'rdingizmi? Siz yuz mushaklari anatomiyasini qanchalik to'g'ri bilishingiz, siz botoksni xavfsiz ishlashingizga fillerlarsiz ham yuzni full face qilishingiz imkonini beradi. To'g'rimi? Jahl qiling. Yana jahl qiling. Qoshingizni ko'taring. Yuqoriga kuling. Yana kuling, yana kuling, yana kuling. Burningizni fiyding. Fi. Qiling. Qiling endi. Labingiz. Mana bunaqasiga.
Botoksni to'g'ri qilish uchun, asoratlarsiz, putoz qilmasdan qilish uchun yuz mushaklari anatomiyasini bilish va o'rganish kerak bo'ladi. Botoks deganda hech qanaqa ikki barmoq yuqorida yoki qoshni mana bu nuqtasida degan narsa yo'q. Ko'rib turibsiz, hozir yuz mushaklarini chizdim. Yuzda hech qanaqa nuqta, belgilangan joy, botoks qilinadigan tochka degan narsa bo'lmaydi. Ko'rib turgan qizingizni yuzlarini shakli boshqa xil. Pastda esa yuzni aylanasi, to'rtburchagi, teskari uchburchak va ovalsimon yuz ko'rinishlari bor. Shuningdek, sizlar o'rgatayotgan ikki barmoq va mana bu tochka deganingiz har bitta yuzga individualniy har xil bo'ladi. Bizda qoshimiz pastga tushib qolmasligi uchun protserius va corrugator frontalis mushaklarini to'g'ri bilish kerak bo'ladi. Botoksni to'g'ri dozalash va to'g'ri yedenitsasini o'sha mushakka berish kerak bo'ladi. Yana bitta narsa aytmoqchiman. Botoks qilishni o'rganishdan oldin yuz mushaklari, mimika mushaklari, aynan botoks qilinadigan mushaklar anatomiyasini bilish muhim bo'ladi. Bu botoks darsini o'taman deydiganlar uchun ham eng muhim dars bo'ladi.